U tovushi va u harflari. Harflar mamlakati shunday jozibadorki, sayr etganingiz sari bilimingiz oshaveradi. Kayfiyatimiz a'lo holda bilimlar yo'lagi bo'ylab yuramiz. Iye, ana u bilmasvoymi? Bilmasvoy bu harfni taniy olmay to'siqqa uchrabdi-ku. Bolajonim, to'siqdan o'tishimiz uchun bu harfni tanishingiz kerak. O'rtasiga nuqta qo'ysak, o'xshaydi qulf qorniga. U bizdan ranjiydi-da, kalit suqsak burniga. Barakalla, topdingiz. Bu u harfi edi. Lablaringizni oldinga naychaga o'xshatib chiqargan holda talaffuz qiling. U birgalikda aytamiz. U o'pkamizdan chiqayotgan havo to'siqqa uchradimi? Uchramadi. Demak, unli tovush. Unli tovushlar sof ovozdan iborat bo'ladi. Yakka o'zi ham undoshlar bilan ham bo'g'in hosil qila oladi. Mana bu bosh u va kichik u harflari. So'zlardagi u tovushining o'rnini aniqlang va bo'g'inga ajrating. Tutun, ummon, tun, urug'. Qaysi so'zda u tovushining yakka o'zi bo'g'in hosil qildi? To'ppa-to'g'ri, urug' so'zida edi. Sayohatimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang.